alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2025-yil 24-mart kuni navbatimizda bemorimiz bizga epilepsiya bilan murojaat qilgan, shikoyat bilan kelgan epilepsiya deb. Shunchalik davoladik. Hozir o'zlaridan batafsil ma'lumot eshitamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Sog'lom turmushda davolanib shunchalik qanchalik natijalarga erishganinglarni bir qator aytib o'tsangiz, lecheniyalar qanday o'tgan hamda qanaqa dorilardan ichdingiz, shularni bir batafsil obunachilarimizga aytib bersangiz. Biz o'g'lim sudurgi bilan kelgan. Bir kunda başta 5-6 marta ham bo'lib ketardi, sudurgisi qoltirib, nima bo'lardi. Undan keyin edik biz berdiga kelishdan oldin biz boshqa yerda davolatdik. O'zimiz Qirg'izistonda O'shdagi neyropatologlar bilan ishladik. Undan tashqari Toshkentga borib, Toshkentda ham qaratdik. Keyin oxirgisi Turkiyadan vrachlar kelib nima qilganda, tekshirtirganda bolamizga apparat qo'yiladi deb diagnoz qo'yishgan edi. U yerda qilmasdan biz bu yerda eshitib, bu yoqqa keldik. Bu yerda natijalarimiz xudo xolasa zo'r, bolam yaxshi. İşte yurolmay ham qolgan edi bolam yotib. Endi hozir yaxshi, Xudoga shukr. O'zi ham chiroyli gapirib beradi o'zi. Nima bo'ldi o'g'lim, aytib berib qo'y. Anne bu yoqqa kelishimdan oldin umuman yurolmasdim. Keyin bu yoqqa kelib, bugundan olib yaxshi bo'ldim. Mana yuribman. Xudoga shukr. Zo'r, bir qator ko'rsatib beringchi yurishingizni. Turib. Zo'r, mana ko'rishinglar mumkin. Bemalol soppa-sog' odamday yuribdi. Biz katta natijalarga erishibmiz. Bo'ldi, o'tiravering, palon. Zo'r. Qanaqa dorilardan ichdinglar? O'sha o'zimizni 100% tabiiy nutrientlardan bo'lgan dorilardan ichdinglar, to'g'rimi? Shu yerda dorilardan ichdik. Pankreatit, nevroraid, sog'lom ichak, yana kichik sog'lom bola degan dorilarni hammasini ichdik. Naturalniy dorilar ichdik. Shu nevroraid, pankreatit, gepatiraid, yana sog'lom ichak. Sog'lom ichak, o'sha kichik ishtahali kichik bola dorilarini ichdik. Shu dorilarni bari tabiiy mahsulotlarni o'zim dorilaridan ichdik. Yaxshi, Xudoga shukr. Natijalari zo'r, Allohga shukr. Demak, hurmatli obunachilarimiz, navbatimizda bemorimizni sudurgi umuman to'xtagan ekan. Bo'lmayapti ekan hozirgacha, to'g'rimi? To'g'ri aytyapman. Bir oydan beri bo'lmayapti. Bir oydan beri umuman bo'yi yo'q. Demak, sudurga to'xtagan. Hozir polvonimizda ham gapi bor ekan, doktorimizga hozir eshitamiz. Men doktordan minnatdorman. Meni davolaganiga. Doktordan yaxshi meni. Rahmat. Jalilov birinchi o'rinda. Doktorimizga rahmat, Allohga shukr. Avvalambor Alloh, keyin doktorimiz sababchi bo'lib, Xudoga shukr bolamiz yaxshi bo'lib ketdi. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh shifo bersin.